Salom hammaga. Bugun sizlar bilan K-pop olamidagi eng ko'p e'tiborga sazovor bo'lgan yangi guruhlardan biri Kortis haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, guruhdagi boisim kimligini bilib olasizlar. Qani ketdik. Keling, shularni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ular kim? Nega qisqa vaqt ichida bunchalik mashhur bo'lishdi? Va nega ko'pchilik ularni Big Hit'ning kelajak yulduzlari deb hisoblamoqda? Kortis 2025-yilda debyut qilgan Janubiy Koreyaning 5 ta a'zodan iborat K-pop boy guruhi hisoblanadi. Ular Big Hit Music tomonidan tuzilgan bo'lib, BTS va TXT dan keyingi Big Hit'ning boy guruhi hisoblanadi. Fandom muxlislar nomi Choir. Kortis o'zining kuchli energiyaga boy hip-hop yo'nalishi bilan boyitilgan xoreografiyasi orqali boshqa guruhlardan ajralib turadi va muxlislar e'tiborini tortadi. Keling, endi guruh a'zolari bilan tanishamiz. Birinchi a'zo James, to'liq ismi Zhao Yufan, tug'ilgan sanasi 14 oktyabr 2005-yil, millati Xitoy va Tailand, bo'yi 1.77 cm, pozitsiyasi prodyuser, main dancer, rapper, MBTI INTP. Keyingi a'zo Juhon, to'liq ismi Kim Juhon, tug'ilgan sanasi 3-yanvar 2008-yil, millati koreys, bo'yi 1.76 cm, pozitsiyasi vokalist va raqqos, MBTI ISFP. Uchinchi a'zo Martin, to'liq ismi Martin Jonathan Edwards, tug'ilgan sanasi 20 mart 2008-yil, millati Koreya va Kanada, bo'yi 1.93 cm, MBTI INFP, guruhdagi o'rni lider. Keyingi a'zo Seong-yeon, to'liq ismi Yeom Seong-yoon, tug'ilgan sanasi 13-yanvar 2009-yil, millati koreys, bo'yi 1.75 cm, MBTI INTP, guruhdagi o'rni vokalist. Va oxirgi a'zo Kyonho, to'liq ismi Eun Kyonho, tug'ilgan sanasi 14 fevral 2009-yil, millati Janubiy Koreya, bo'yi 1.78 cm, MBTI INTP, pozitsiyasi Makney. Aytgancha, guruhdagi yoqtirgan memberim shu. Xo'sh, mavzuga qaytamiz. Kortis o'zini oddiy idol guruh sifatida emas, balki Young Creator Crush, ya'ni yosh ijodkorlar jamoasi sifatida tanishtiradi. A'zolar qo'shiq yozishda, xoreografiyasida va yana videolar yaratishda ham faol qatnashadi. Guruhning YouTube kanali ochilganiga endigina 1 yil bo'lishiga qaramasdan 6 millionga yaqin obunachiga erishdi. Nima deb o'ylaysiz? Kortis ham BTS kabi mashhur bo'la oladimi? Xo'sh, sizga qaysi member yoqdi? Komment yozishni va like bosishni unutmang. Hammaga xayr!